charchamagan, siz olsa charchamang. Men shu izolyatsiya bo'yicha 19 yildan beri ishlayman. Bir 8 yildan beri professional darajada eng zo'r komandalarda ishlash nasib qilgan. O'zim soham bo'yicha noldan bilaman. Menda bitta yaxshi narsa bor edi, anchadan beri qilaman deb yurgan, hech nasib qilmayapti. Kimdir shunga qildirgan bo'lsa mashinasini, qayerda qildirgani ahamiyatsiz. Kimdir ko'ngli to'lmaydi, kamko'stlar bo'ladi, qildirgisi keladi, mayda ovozli degandek bezovta qilayotgan narsalar bo'lsa, mutlaqo bepulga mashinangizni har qanday shumkadan keyingi holatidagi ishlari bo'lsa qilib berish qo'limdan keladi. Hech qanaqa haq olinmaydi. Faqat siz nimanidir almashtiradigan bo'lsangiz, qaysidir joylarini almashtirish kerak bo'lsa, faqat siz rasxod uchun to'laysiz. Agarda hammasi cho'tki bo'lsa, kamko'stini ko'rib, ortiqcha ovozdan yo'qotib berishlarni o'zini hal qilish bo'lsa, mutlaqo bepulga qilib beraman shaxsan. Buni qilishimdan maqsad birinchi o'rinda kimlargadir qanaqadir manfaatli bo'lishi uchun qo'yman. Ikkinchi o'rinda men Instagram yurgizish uchun, o'zimga qanaqadir manfaatli bo'lishi uchun. Shtobi men ko'p joyda harakat qilib ko'rdim bu yo'nalishda o'zim ishlashga. Baribir klientski ba'zi sizni feysingizni kimdir tanishi katta rol o'ynaydi. Shuning uchun keyinroq yana harakat qilib ko'rish uchun ham baribir nimadandir boshlash kerak. Shuning uchun kimdir ishonsa, men noldan bu mashinani chochib yig'ishgacha ham tushuncham bor, aqlim yetadi, nima qilayotganimni, nimaga chopganimni hammasini tushunaman. Kimgadir manfaatli bo'lsa, men uchun manfaatli bo'ladigan bitta narsasi, menga podpiska bo'lasiz. Men sizni uchun olib kelganingizda mashina holati bilan ishiga qarab mutlaqo ish haqqi olmagan holatda o'zini qilsa bo'lsa, o'zini qilib beraman. Boshqacha variantda qanaqadir joylarni almashtirib kamko'stini ko'rish kerak bo'lsa, faqat rasxod uchun berasiz. Agar kerak emas, u joylar qoladi, hech qanaqangi muammosiz. Kimdir shunga qilgan, kimdir ko'ngli to'lmayotgan, kimdir yana yengilliklarni qilib bir maza qilib yurgisi keladigan bo'lsa, tashlab qo'ying. Har qanday ishda materialdan tashqari polni chochib yig'ish ikkinchi eng zo'r foydali yechim bo'ladi. Qildirib ko'ring, bu foydali bo'ladi. Manfaatli bo'lishidan, mana manfaatli bo'lishidan umidvorman. Chunki baribir men uchun ham bu shaxsiy interesda, internetda reklama berishi boshqacharoq yo'li. O'zini o'zi tanitish, podpissik, ko'zga ko'rinish, o'zim reklama qilishda ham bitta. Faqat menda vaqt ertalabdan boshlab soat 1gacha yoki telefon qilganingizda bo'sh bo'lishimga qarab